Assalomu alaykum aziz gul shaydolari. Bugun sizlar bilan Diffenbachia Crown guli haqida gaplashamiz. Bu gul gigant gullar qatoriga kiradi. Gollandiyadan keltirilgan. Mana pasporti. Pasportidagi ma'lumotlari 30 gradus va 15 gradus oralig'ida bu gulimiz yaxshi o'sadi. Quyoshga qo'yish mumkin emas. Yarim soya yoki soya joyiga qo'yish kerak. Bir haftada bir marta sug'oriladi hamda bir oyda bir marta oziqa bilan oziqalantiriladi. Bu gulimiz judayam gigant gullar qatoriga kiradi. Hozir buni ko'rib turibsizlar. Kuchda ikkiga ajratib olamiz. Buni ildizlari bo'linmagan holatda chiqadi. Chunki bular bitta tanada emas, balki alohida tana hisoblanadi. Mana ildizlarni ko'rib turibsizlar. Bu gulimiz gigant gullar qatoriga kiradi. Judayam barglari katta 1 metrgacha boradigan gul. Hozir buni o'zini grunti hamda o'zimiz tayyorlab olgan kokosviy turf, kokosviy chips, verxavoy turf hamda perlit ozroq osmakot solib ekib olamiz. Mana tuvaklarimiz. Hozir keramzitimiz ozroqligi uchun keramzitimiz kam bo'lib qoldi. Sizlar ko'proq keramzit solib turib tagiga drenaj qilib sal kattaroq tuvakka eksalaring bo'ladi. Mana hozir gulimiz ikkiga bo'lib ekib oldik. Ko'rinishiga baho berishinglar mumkin bemalol. Bu gulimizga ortiqcha o'xot shart emas, faqat me'yorida suvini berib tursalaring, gohida bargini artib tursalaring bo'ldi. Orada ochiq dush qilib, bir oyda bir marta barglari orqali suv bersalaring yetarli. Quyoshga qo'ymanglar bo'ldi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi degan umiddaman.